O'zbekistonda hafta o'rtasida yomg'ir yog'ishi mumkin. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet joriy yilning 3-6 dekabr kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-4 dekabr kechasi 3 daraja. Ba'zi joylarda -2 darajagacha bo'lishi mumkin. 5-6 dekabrda 2-7 daraja sovuq, 3 dekabrda 5-10 daraja iliq. 4-6 dekabrda 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-4 dekabr kechasi 0-5 daraja iliq, 5-6 dekabrda 2-3 daraja iliq, kunduzi 3 dekabrda 10-15 daraja, 4-5 dekabrda 6-11 daraja, 6 dekabrda 8-13 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 3-6 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 4-5 dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-dekabrda 2-3 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq, 4-dekabrda 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq, 5-dekabr kechasi 0-5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 darajagacha sovuq bo'lishi mumkin. Kunduzi 6-11 daraja iliq, 6-dekabr kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 4-5 dekabrda Qashqadaryo viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 4-5 dekabrda Qashqadaryo viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, 3-6 dekabrda ba'zi joylarda 2 darajagacha sovuq bo'lishi mumkin. Kunduzi 3 dekabrda 13-18 daraja iliq, 4-6 dekabrda 10-15 daraja iliq, 5-dekabrda 8-13 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-dekabrda 2 daraja, 4-5 dekabrda 0-5 daraja, 6 dekabrda 2-3 daraja, kunduzi 3-4 dekabrda 8-13 daraja, 5-6 dekabrda 6-11 daraja issiq bo'ladi.